imkonni o'zim yarataman. Hasbunalloh nimal vakil deyman va imkonni o'zim yarataman. Intilganga to'la yor. O'zimga ustoz so'ragan edim Allohimdan. Bepul darslaringizda qatnashgan edim. Birinchi kunida o'sha sizni sevib qoldim. Gapiryapsiz, kirib kelyapti. Bu tilni o'rganib, siz o'rgangan saringiz yosharasiz. Izlagan imkon topar. Assalomu alaykum jami'a. Ismi Munira. Ana min Uzbekistan. Ana Uzbekiya. Ana robbatul bayti. Umri 43. عندي 3 أطفال. هل تتحدث العربية؟ نعم قليلا. كم عندك من الأولاد؟ عندي 3 أطفال. هل تحب السفر؟ نعم أحب السفر جدا. Assalomu alaykum azizlarim. Sizlarni Atilmiz onlayn maktabi kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Bugun maktabimiz o'quvchisi bilan navbatdagi suhbat. Bu suhbatlarimizdan maqsad sizlarni mana shu tilni o'rganishda oldingizga qo'yib olgan to'siqlaringizni yengishga yordam berishdir. Bugungi o'quvchimiz Ziyadova Munira, boshlang'ich arab tili 19-patok o'quvchisi, eng a'lochi aktiv o'quvchilarimizdan biri. Xush kelibsiz, Munira. Bugungi suhbatdan o'ylaymanki, sizni mana shu ilmga bo'lgan munosabatingiz shoyatki o'quvchilarimizga yuqsa, farzandli bo'lib, oilali bo'lib, boshqa yumushlar bo'lib ham arab tilini shu darajada mehr muhabbat bilan, ishtiyoq bilan o'rganish mumkinligini bugun ko'rsatamiz. Munira, o'zingizni tomoshabinlarga arabcha tanishtirib qo'ya qoling. Assalomu alaykum jami'a. اسمي منيرة. أنا من أوزبكستان. أنا أوزبكية. أنا ربة البيت. عمري 43. عندي 3 أطفال. Munira, 3 oylik natijangiz juda ham a'lo. Arab tiliga qanday kirib keldingiz? Qanday boshlandi? Arab tiliga kirib kelishim sabablaridan biri muqaddas kitobimizni o'rganish edi. Avvalambor muqaddas kitobimizni o'rganish uchun men Tafsir Hilol kitoblarini Nashr Hiloldan sotib olganman. Ularni 3 yil davomida doimiy tarzda takror o'qib boraman. O'zbek tilida va yaqinda rus tilida ham sotib oldim. Baxtliman. Avvalambor Qur'oni Karimni o'rganish uchun uni Tafsir Hiloldan boshladim. Ya'ni ma'no mazmunlarini anglab va keyin Xudo inshaalloh arab tilini o'rganaman va o'qiyotgan narsalarimni aniq anglab, har bir sura, oyatlar nima haqida, qaysi ma'noda kelyapti, nimani anglatib kelyapti. Mana shu ma'nolarni kuchli bilish uchun so'zlarni, tovushlarni bilib, to'g'ri qo'yib, hamma harflarni joy-joyiga qo'yib, tovushlarni joy-joyiga qo'yib o'qish niyatim edi. Maqsadim bitta edi, ammo lekin bugungi kunda maqsadlarim juda ko'p, chunki arab tiliga kirib keldim. Instagram sahifalarini, o'sha sahifalarni qarayotganimda sizni ko'rib qoldim va mana bu yerimda jiz etdi. Chunki 3 yil davomida undan oldin shunaqa niyatim bor edi, lekin u kuchli emas edi. 3 yil ichida sekin-sekin shunga kelaman degan maqsad qo'ygan edim. Va o'zimga ustoz so'ragan edim Allohimdan. Menga energetika bo'yicha menga to'g'ri keladigan, menga juda ham xush keladigan yaxshi ustoz sabab chiqigin, yaxshi ustoz menga ato etgan deb so'raganim. Alhamdulillah, sizni ko'rdim, mana bu yerda jiz bo'ldi. Bepul darslaringizda qatnashgan edim. Birinchi kunida o'sha sizni sevib qoldim, chunki darslarni shunaqa oson tushuntiryapsiz. Gapiryapsiz, kirib kelyapti. Bu faqat menga emas, menimcha hammaga shunday bo'lsa kerak. Bo'ldi dedim, men Xudo xohlasa Iroda Rahmonovada o'qiyman. Men bu yerda o'qiyman va men buni qila olaman deb maqsad qo'ydim. Zo'r. O'sha birinchi marta boshlaganingizda avval o'rganganmidingiz arab tilini yoki ilk qadam bo'ldimi? Bu meni ilk qadamim. Agar esingizda bo'lsa, birinchi Zoom darsimizda tanishib edi siz bilan. Arab bilim darajangiz qanday deb so'ragan edingiz, men esa boshlang'ich degan edim. Nimani bilasiz? Hech narsani bilmayman degan. Bo'lmasam 0 ekan deysiz. Demak, men 0 ekanman deb qo'ydim. Hazil tariqasida shuni eslab qoldim. Bilim darajam 0 bo'lgan, A nuqtam 0 bo'lgan. Lekin bugungi kunda alhamdulillah 3 oy o'qib, mana 4-oy 2-kursga o'tdim. Tushunib o'qiyman kursiga o'tdim. Boshlang'ich arab tilida o'qiganim shu jarayonida, o'quv jarayonida men o'zim uchun juda ham ko'p narsalarni kashf etdim. Arab tili bu faqat fan emas.
bu jannat tili avvalambor, bu motivatsion til. Bu judayam bizni miyamizni kognitiv funksiyalarini rivojlantiradigan til. Qarilikni oldini oladigan til. Men buni anti-age til deb nom berdim arab tiliga. Shuning uchun agar kim muxlislaringiz bo'lsa, o'quvchilaringiz qo'rqmasdan o'qinglar, chunki bu tilni o'rganib, siz o'rgangan saringiz yosharasiz. Zo'r. Qarang, o'tgan safargi o'quvchilar bilan uchrashuvimizda konkurs qildikda, sizlar mana bu 19-patok, u yoqda 16-patokdagi qizlar chiqishdi, stol atrofiga chiqdikda, sizni ko'rishganda, "Voy, bu qiz juda ham a'lochi, o'sha 16-patok aytyapti-da, yuta olarmikinmiz" degan savol berishdi. 3 ta farzandingiz bor ekan, mana uy bekasiz, uyda ishlar bor, turmush o'rtog'ingiz, uydagi boshqa. Mana shu yumushlar bilan qanday shunaqa natija qila oldingiz? Sizni shunaqa natija qilishingizga nima sabab? Bu meni kuchli xohishim, maqsadim. Men o'zimga maqsad qo'ydim, men buni qila olaman. Hech qanday shubha yoki ikkilanish. To'g'ri, boshida 150 ta so'z bilaman, 3 oydan keyin deganda arab tilida 150 ta so'z bila olamanmi? Qoyil degandim. Mayli, harakat qilaman dedim. Shubha emas, lekin qanaqadir hayratlanish bo'ldi. Vau, 150 ta so'z o'rganish qanday bo'lar ekan deb. Alhamdulillah, kursni yakuniga kelib, men 150 ta so'z emas, 260 so'zdan ortiq so'zlarni yod olishga ulgurgan edim. Barcha qo'shimcha darslaringiz, bonus darslaringiz, qo'shimcha reelslar, hatto sizning Instagram sahifalaringizga kirib, sizning reelslaringizni ko'rib, menga yoqqan temalarni yozib ko'chiraman. Demak, 150 ta emas, shu bilan 260 ta so'zga chiqdi. Bonus darslarni ham hammasini olgansiz. Hammasini albatta. Zo'r. Munira, arab tiliga bir kunda qancha vaqt ajratasiz va kuningizni qanday taqsimlaysiz? Qachon o'rganasiz? Arab tilini to'g'risini aytsam, kun davomida o'qiyman. Bo'lib. Misol uchun ertalab turaman, maqsad qo'yaman. Men buni misol uchun qila olarmikanman emas yoki men buni qilishim kerak emas. Men buni qilishni xohlayman deyman va kunimni boshlayman. Maqsad qo'yaman. Avvalambor soat 9da budilnigim ishlaydi, arab tilini yangi darslarimiz ochiladi, qarab qo'yaman nima yangiliklar. Tez o'zimga shparkalka qilib yozib olaman, chunki uyda o'tirmayman. Robatu baytin bo'lganim bilan men uyda o'tirmayman, umuman uyda o'tiradigan ayol emasman. Ko'chada ishlarim ko'p, qiziqishlarim bor, hobbilarim, farzandlarim bilan shug'ullanaman, uy ro'zg'or va o'zim funksiyalarim bor. Va qiziqishlarim bilan albatta vaqt ajrataman. Hammasini mana shunday как по полочкам deyilgandek, shunda taqsimlab, vaqtlarimni taqsimlayman. Hattoki ko'chada yurganimda yoki farzandimni maktabida dars bo'layotgan paytda kutib turaman va mana shu paytlarimda yonimdagi oyijonlar, dadajonlar ham bilishadi, mamichkalar, darrov olamanda mana shunday flash kartalarim bor. Shularni ochib yoki darsliklarimni olib, qayerda joy bo'ldi, bo'lmadi, men jadda vajada imkonni o'zim yarataman. Hasbunalloh nimal vakil deyman va imkonni o'zim yarataman. Xohlagan, intilganga toliyor. Bo'l, xohlasam bas. Men xohlagan joyda o'zimga hech narsa ham, hech qisi yo'q, mana shunda qo'yib olamanda, yozib takrorlab, flash kartalarni yechib, agar joy bo'lsa shunda yoyib takrorlab o'tiraman. Menga farqi yo'q, kim menga qarayapti. Menga birovni fikri umuman qiziq emas. Qaytadan ular menga havas qilishadi. Munira opa, qanday ulgurasiz deb xuddi shu savolni demak, mana shu jamlanmani doim yoningizda olib yurasiz. Hammasini emas, mana shpargalka, mana flash karta olib yuraman. Flash karta olib yurasiz. Maqollarni olib yuraman, chunki ularni yod bilan, bular ham flash kartalarimda bor. Hamma mavzular flash kartaga joylanadi. Hammasi buni qaranglar. Ularni qaysi paytda yozib chiqasiz? Men buni uyda yozishga ulguraman. Agar ulgurmasam, toza flash kartalarim doim yonimda. Ruchkalarimni olib yuraman va xohlagan joyda, hatto taksida ham yozib ketaman. Menga umuman farqi yo'q. Hattoki restoranga o'tirganda uzr, moviton bo'lsa-da, yozib qo'yaman zakazim kelguncha. Ruchkalari naboringizni ham ko'rdim. Bu yerda ko'k, yashil, qizil, hamma rangli va yana shunaqangi arab yozuvini chiroyli ko'rsatadigan maxsus ruchkalardan foydalanar ekansiz. Juda ham ajoyib. Mana arab tilini boshladingiz. Undan oldin qandaydir qo'rquv, shubha bo'lganmi? O'zingizni endi aytyapsiz, men qila olaman degan narsamni doim qilaman deb, unaqa qo'rquv bo'lmagan. Nima bo'lgan? Ob'yom mavzularini ko'rganimda hayratlanganman. Boshlang'ich arab tilida. Boshlang'ich arab tilida boshida kelganimda qanday bo'lar ekan? Qiziqish bilamanda qo'rquvni olib tashlayman. Qo'rquv doim bu to'sqinlik. To'g'ri, qo'rquv kerak, bu hayajonda kerak. Chunki hayajonlasak, baribir bizga adrenalin chiqadi-da, biz qilaman deb turamiz. Bir kerakli joylari bor qo'rquvni, u ham bor. Men insonman. Aksentni maqsadimga qo'yaman. Menda shubha bo'lmagan
to'g'risini aytsam balkim bo'lgandir, lekin negadir eslolmayman. Balkim quvonchimdan, balkim arab tiliga qo'ygan muhabbatimdandir, eslay olmayman. Shu darajada demak maqsadingiz ulug', orzungiz shu ko'zingiz oldida yonib turadi doimo. Shunday. Osmonda yulduzlar yonib turgandek. Shunday. Bilasizmi, Murod Rahmanova, menda kutish bo'lgan. Menda shubha emas, menda kutish bo'lgan. Avvalambor sizni kutganman. Chunki menga ustoz kerak. Menga ustoz kerak edi. Menga shunday ustoz man tanlaydigan qizman. To'g'ri, men shunday tanlov bilan yondashaman. Har qanday o'zimni tanlovim uchun yana bitta tanlov qo'shim o'zimdan. Bo'ladi, bo'lmaydi. Bu yerda hatto shubha bo'lmadi. Mana bu yerda umuman shubha bo'lmadi. Sizni ko'rdim-u, mana bu yerda chiz bo'ldi. Bo'ldi. Shu bilan keyin o'qishga ahd qildingiz. Demak, sizda qo'rqinch emas, narsaga qiziqish bilan qaraysiz. Yengdi. Qiziqishim har qanday qo'rquvni yengadi. Qiziqish va maqsad, xohish kuchli bo'lsa, har qanday qo'rquvni bosadi. Aziz kuzatuvchilar, mana qaranglar, sizdek o'quvchi 3 oy oldin boshlagan. Agar siz hozir boshlamoqchi bo'lsangiz, qiziqishi bilan, maqsadi bilan mana shunday natijalar qilib o'tiribdi. Qiziqish maqsadini, kuchini bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Guruhdoshlaringiz bilan o'qidingiz va ko'rgan bo'lsangiz kerak, ko'pchilik boshda zo'r motivatsiya bilan boshlaydi, o'rtasiga kelganda o'sha qiziqishi, xohish, ishtiyoqi so'nadi, tashlab qo'yadi yoki bir qandaydir kasal bo'lgani sabab bo'lib qoladi. Darsdan tashlab qo'yish holati bo'ladi. Menimcha guruhdoshlaringizda ham shunaqa holatlar bo'ldi, va shunday o'quvchilarga siz nima tavsiya qilasiz? Qanday bu holatdan chiqdingiz? Men bunday holatlardan men ham charchaganman. Aynan harflarni, hoy-havas harfini, ayn harflarini chiqarish uchun noodatiy harf bo'lgani uchun biz kunlik hayotimizda ishlatmaymiz bunday tovushli so'zlarni. To'g'rimi? Bizga biz ajam xalqimiz, bizga bu notanish va bunday tovushlarni hatto menda ham charchash bo'lgan. Lekin men arab tilidan charchamadim. Men faqat jismonan charchadim. Vaqt masalasida shuni ulgurishim kerak. Mana shu tovush nega menda chiqmayapti degan savollar bilan biroz charchash bo'ldi. Bu toliqish, bu charchash emas, bu arab tilidan charchash emas. Chunki buni siri shundaki, formulasi bor, ishonch. Ishonch bo'ldi. Mana bu yeringizda ishonch bo'lsa, Allohga tavakkal qilamiz. Allohim ha bandam, aytganingdek bo'ladi deydi va shunday bo'ladi. Ishonch o'zingizga nisbatan qila olaman. Qila olaman, Allohning izniyle, Allohning yordami bilan. Albatta, hasbunallohu va ni'mal vakil, men qila olaman. Mana shuni shior qilib olsak, juda ham nur ustiga alo nur bo'ladi. Guruhdoshlarga ham shunaqa maslahatlar berdingizmi? Albatta. Qanaqa natija bo'ldi? Siz qanday qilyapsiz? Menga lichkalarimga chiqishdi. Hozir ham shunday. Ularni doim qo'llab-quvvatlayman. Chunki odamga odam kerak-da, o'ziga o'xshagan inson mana o'qib ketib, qanaqa qilyapsiz? Sizni gapingiz ko'proq ularga ta'sir qiladi. Shunday. Shunaqa bo'ldimi? Qizlarimiz, men ularni qizlar deyman, chunki hammamiz qalbimizda yosh qizlarmiz. Qizlarimiz doim so'rashadi, Muniraxon, qanday qilyapsiz? Qanday sizga o'xshayapti? Menga ham o'rgating. Mana bu yerda mana yordam berib yuboring. Mana bu yerda qanday qildingiz deyshsa, men albatta yordam beraman. Charchadim. Menda o'xshamayapti deyshsa, hech ham charchamang. Charchash bu normal holat. Hammamiz ham charchaymiz. Ayniqsa ilm olganda hech qanday ilm oson berilmaydi. Hech qanday. Bu dunyoda o'zi har narsaga harakat bilan yondashamiz. Ammo ilmga kelganda, ayniqsa arab tili bu juda nozik til, juda ham o'zgacha til. Birinchi o'rinda turadigan til. Men uchun shunday va hamma uchun shunday bo'lsa kerak. Bu tilni o'rganish uchun albatta mehnat, shijoat va tirishqoqlik kerak. Albatta ishonch va xohish ila. Ishonch va xohish. Men buni qila olaman. Ba'zi lekin shunaqa bo'ladiki, faqat ishonchni o'zi yetmaydi. Mana maqsad qo'ydingiz, ishondingiz, lekin o'qish jarayoni murakkablashib ketadi. Har safar endi o'rgan bo'ldim deganingizda yangi dars ochiladi. Shunaqa holat bo'ladi-ku. Shunda qaysi instrumentlarni, qaysi texnikalarni ishlatdingizki, sizni o'qish jarayoningizni bir oson qilishga, qiziqarli qilishga yordam berdi? Men siz tavsiya qilgan texnikalardan foydalanaman. Bu nafas mashqi. Juda ham zo'r. Mana nafas olganda qoringa havoga to'ldiramiz. Sekin olaman. Ishlayman. Qodir bo'lguncha va qilib ovoz bilan chiqaraman. Bu meni konsentratsiyam uchun yordam beradi. O'zimni fikrlarimni, holatimni jamlashga, anaqa fokus vnimaniyamni bir joyga qaratish uchun juda ham yordam. Boshqa jabhalarda ham shu texnikadan foydalanaman. Hayajon bosganda ishlataman. Keyin flash kartalar. Mana bularni nuqtalardan foydalanaman. Flash kartalar bu mana yangi tematika qilib bo'lib qo'ygansiz har bitta temaga. Bu tandirdan chiqqan flash kartalarim. Bu yangi demak, shuni o'qiyman kursini. Ikki kunlik flash kartalar.
tajirun turibdi. Demak, bu yerda kasbga doir so'zlar. Bu yerdachi. Bu yerda demak tana a'zolari. Kecha siz Ha, nimada kanalda chiqqan Kanalda videoda ham demak qilgansiz. Darsdan Nafaqat darsdan tashqari o'rtoqlar. Dars emas, darsdan tashqari barcha kanaldagi darslarimizni ko'rib qilar ekansiz. Qanday vaqt ajratasiz? Men o'zim so'rayapman. Kechki paytmi, ishdan keyinmi, bolalar dam olgandan keyinmi yoki kunduzi qanday reja qilasiz buni? ertalabki vaqt. Bu misol uchun bomdoddan keyin juda ham yaxshi, sakinat, jimlik, qushchalar so'zlashib turishadi. Hali farzandlar turmagan. Hali farzandlar turmagan, xo'jayinim hali ishga jo'natib kuzatmadim. Mana shu payt bomdod o'qib olib, suvlarimni ichib, darsga o'tirasiz. darsga o'tiraman. Ko'p emas, yarim soatcha. Yetadi. Va men doim aytaman, o'sha yarim soat kun davomi qilgan 3 soat darsingizni barakasini beradi-da. Shunday, haqiqatdan ham shunday va kunduzi ham misol uchun vaqtim bo'ldi deguncha fursat topib 10 minut, 5 minut farqi yo'q. 15 minut, 2-3 minut ham menga yetadi. Misol uchun so'zlar takrorlab olishga. Agar yozish kerak bo'lsa, joy topib, yo bo'lmasa-da yurgan joyimda yozib olaman. Demak, nafas mashqi, flash karta, qutilarida, bomdoddan keyin dars qilish, yana va chek-list. Chek-list bu maqsadlarim. Bu o'zimni tablitsadan to'g'risini aytaman. Mana shu yerda meni aybim bor. Men tablitsani to'ldirishga vaqt topolmayman, lekin stikerlar olaman. Va har kuni yangi maqsad qo'yaman. Stikerlarimni olib, bittasini daftarimga yuziga, o'zim bilan olib beradigan daftarim yuziga va bittasi uyimda turadi. Mana shuni o'zimga oynaga qarab, ko'zguga qaragan joyimga chetiga qo'yib qo'yaman. Albatta ko'zga qarab qanday qaramayman o'tga. Maqsadlarim yozilgan chek-list bo'ladi, kichkintoylar. Va galочка qo'yib boraman. Kundalik rejalar chek-listi bor. Chek-listi bor. Va shu chek-listni kechgacha bajarib bo'lishingiz kerak. Oldingizga qo'yganingizdan keyin maqsad qilib. Zo'r, yana qanaqa instrument? Pomidor ishlatdingizmi? Pomidor usulini ishlataman, lekin juda kam, to'g'risi. Misol uchun agar yodlash kerak bo'lsa yoki dialoglar bo'ladi, mana shu tekstlar hozir mana bo'lyapti, ularda ishlataman. Bilasizmi, uni siz nimaga ishlatmaysiz? Men hozir o'yladim, siz ham intizomingiz bor ekanda. O'sha uchun. Pomidor kim uchun? Diqqati mana yarim soat faqat dars qila olmaydiganlar uchun. Reels ko'rgisi kelib qoladi, kimdir kelib qoladi, kimdir qo'ng'iroq qiladi. Mana shu o'quvchilarga pomidor zo'r ta'sir qiladi. Endi siz intizomingiz o'zi yaxshi ekan, shuning uchun ko'proq boshqa instrumentlardan foydalanar ekansiz deb o'yladim. To'g'rimi? Shunday. Zo'r. Munira, uyingizdagilar, oilangiz, yaqinlaringizni arab tilida o'rganayotganingizga munosabati qanday bo'lyapti? Alhamdulillah, ularning munosabati ijobiy. Avvalambor xo'jayinimni qo'llab-quvvatlashlari, ayniqsa Zoom darslari yoki takrorlash darslari bo'lganda yoki siz bilan ochiq darslar bo'ldi deguncha aytib qo'yaman va ular meni deyishmaydi. Kechki payt mumkin demak. Shunday. Farzandlarimning ham munosabati ijobiy. Katta farzandlarim o'zlarining o'qishlari bilan ovora, katta qizim maktab bitiryapti hozir, mana shunday o'zlari bilan o'zlari tayyorgarliklar o'qishga kirdi, alhamdulillah. Kichkina o'g'lim doim yonimda. Maqollarni deyarli yod olgan. Birinchi maqolamiz utlubul ilma minal mahdi ilallah dini yoddan biladi, utlubus sodiqani ham biladi. Manjada vajida eng nomer 1 maqoli birinchi o'rinda turadi va doim menga qachon o'rgatasiz? Menga qachon? Menga va'da bergansiz, oyijon. Meni galim qachon keladi deb doim so'raydi. Rejalaringizda bormi? Albatta. 6,5 farzandimga endi o'rganish boshlagan 6,5 yoshida, endi xudo xolasa yoziladi, 7 yoshga to'ladi. Oldingizga olib o'rgatmoqchisiz. Balkim yoningizdagilar aytar, arab tilini o'rganishda boshlaganingizdan beri o'zingizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Arab tili yoki o'zingiz sezdingizmi? Nima o'zgardi? Avvalambor shaxsiy rivojlanishimga katta ta'sir qildi. O'sishimga, mana bu ma'naviy o'sishim zo'r bo'ldi. Muloqot doiram kengaydi. Bilasizmi, muhabbatim kuchaydi arab tiliga. Men oddiy arab tilini o'rganaman deb bitta maqsadim bo'lsa, hozir aytganimdek, maqsadlarim endi ko'p. Arab tilini men sevib qoldim. Juda ham muhabbat qo'ydim Alloh roziligi uchun. Arab tili men uchun relaks. Ya'ni asabiylashsam yoki toliqsam, charchaganimda yoki hayajon bo'ladi, hayotda har xil holatlar bo'ladi albatta. Va mana shunda men shunday xonaga kiraman, ruchkamni olib arab tilida so'zlar yozishni boshlayman. So'zlar o'zi gaplar. Yozgan sarim yechiladi. Yozgan sarim bo'shashaman. Mazza qilaman. Shunaqangi darajada mazza qilamanki, buni hattoki tasavvur
tasavvurlab qilish qiyin. tasavvur qilish qiyin. Bu meni mana bu tanam his qiladi. Miyam yechiladi, bosh og'riqlarim yuqaygadir yo'q bo'lib qoladi. Kayfiyatim ko'tariladi. Charchog'im chiqadi. Yana bitta mani odatim bor. Uxlashdan oldin albatta arab tilini o'qib yotaman. Dars qilib. Dars qilib yoki qiroatmi faqat? Qiroat qilaman, maqollarni yodlab olaman yoki so'zlarni o'qib olaman yoki-da so'zlar yozib olaman. Yozib yechilaman, keyin uxlaysiz. Magniy ekan deysiz. Bu mani magniy B6. Magniy B6 uspokоительный, u mani tinchlantiruvchi bir zo'r instrumentim desa ham bo'ladimi? Juda ham ajoyib. Keling, so'z boyligi bo'yicha sinab ko'ramiz sizni. Men arabcha so'z aytaman, siz uni teskarisini, ya'ni antonimini aytasiz. Xo'p, bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, ketdik. Kabirun, صغيرun, tawilun, qasirun, kathirun. qalilun, Zo'r. Qawiyun, ضعيفun, jamilun. qabihun, Zo'r. Jadidun, qadimun, salimun. maridun, Zo'r. Baridun. harrun. هل تتحدث العربية؟ نعم قليلا. كم عندك من الأولاد؟ عندي 3 أطفال. هل تحب السفر؟ نعم أحب السفر جدا. Munira, sizni arab tiliga bo'lgan mehringizni, muhabbatingizni, ishtiyoqingizni mana bu daftarlaringizdan ham ko'rsak bo'ladi. Keling, shularni bir o'quvchilarimizga ham ko'rsatsak, bular ularga bir turtki bo'lardi. Bajonidil. Munira, keling, menga olib kelgan narslaringizni ko'rsating. Qanaqa qilib dars qildingiz? Qani bular nima? Bu mening instrumentlarim, flash kartalarim, tandirdan chiqqan yangi mana bugun va kechagi darslar. Bular tana a'zolari darsga kirmagan. Bular siz Bularni hozir bir tarafiga arabchasini yozgansiz, kasba. Bu nima deb yozibsiz? Tajirun. Tajirun kim degani? Savdogar. Savdogar va orqasiga tarjimasi. Kasbni belgilab qo'yaman. Bular hammasi kasb nomlari. Zo'r. Bunday ochib ishlatiladi. Juda ham Buni ochib ishlatib bo'lib yana kitob kabi ishlataman. Bloknotik mana buni ishlataman. Keyin o'rganib bo'lganimdan keyin orqadan o'qiyman. Ya'ni o'zbekcha so'zdan tarjimasini o'zi aytib ketaman arab tilida. Hamma nima mavzuga bor. Ham bu toza varaqchalarim, yangi so'zlar bo'lganda. Mana bu nima daftar? Bu meni birinchi daftarim. Boshlang'ich arab tilida o'qigan. Sizning ilk 3 ta bepul darslaringizda qatnashganimda shundan boshlagansiz. Shundan boshladim. Bu nima? Bu meni kunlik, haftalik iboralarim. Masalan uchun bu yerda rus tilida yozilgan волшебство никогда не заканчивается. Ya'ni tarjima qilib ketaman. Mo'jizalar hech qachon tugamaydi. Mo'jizalar doim ketma-ketlik bilan sodir bo'ladi mening hayotimda va men bugungi kun uchun minnatdorman. Minnatdorman. Demak, biz o'sha sizni minnatdorlik shukrona daftaringiz ekan, yozib turasiz tepasiga. Iboralarim. Va buni almashib turadi doim. Almashib turaman. Mana bunday birinchi bepul darslarda qatnashgan harflari, mana alif, ro, za harflari va mim harflari. Juda ham chiroyli yozuv. Demak, ruchkangiz ham shunaqa maxsus ruchkalarda. Shunaqa maxsus ruchkalar, chunki arab tilini chiroyli yozish kerak. Arab so'zlarini, harflarini juda ham talaffuz qanday chiroyli bo'lgan kabi, ularni yozish ham men uchun, men shunday o'zimga qabul qilaman, ularni chiroyli yozishga harakat qilaman. Ko'zlarimga yoqadi, qo'llarimga ham. Mana shunday qilib hamma harflarni yozib boraman. Bu yerda diktantlar va mana bu kabi mana birinchi maqolimiz utlubul ilma minal mahdi ila lahdi belgi. Zo'r. Va shu kabi ketadi. Mana ikkinchi maqolimiz ochiladi. Mana bunday belgilab har qo'yaman. modulga har bir modul qo'ygansiz. Shunday har modulda mana maqol, modul oxirida maqol, mana manjada vajada va shu kabi mana ochiladi maqollarim. Mana nechta maqol bo'lsa, bular 10 ta hozir shu yerda. 10 ta maqol o'rganganmiz. Hammasini tashdid, har bir mavzuni birontasini ham qoldirmasdan yozib boraman. Va o'zimga qo'shimcha kerak bo'lsa, agar men to'ymasam, yana o'zimga o'sha olaman, istochniklardan foydalanib, konspekt qilib olaman. Hamma mana bu o'sha tushunib o'qiyman kursiga oidni ham boshlab yuborgan edim. Yakuniga kelganda mana hamza, takrorlash va mana bu yerda juda ham ajoyib men uchun juda ham aziz varaqalar, sahifalar. Alloh taolaning muborak 99 ismlari. Qanday bu xayolingizga keldi buni yozish? Buni yozish avvalambor oldin 99 ismlarini, Allohning muborak 99 ismlarini yod olganman. Duolarimni ishlataman Allohga qarata. Ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim deb.
lekin uni to'liq talaffuzini al artikli bilan yozilishini bilmas edim va men ularni al artikli bilan ishlatib bir nechta adabiyotlardan foydalangan holda bilganlarimni qo'shib ustozimiz kuratorimiz Madinaxon menga bir joyda yana ham xatoyim topib berdilar va shunday qilib 99 Allohning go'zal ismlarini yozib chiqaman. Demak, bu boshlang'ich arab tili tugayotganida o'sha qomariy shamsiy harflarni o'rganganda yozib chiqdingiz. Oxirgi varaqalarim mana shular, mana bo'ldi. Shu bilan Allohning go'zal ismlari bilan yakunlanadi mening daftarim. Bu yerda ligaturaga qo'shimcha ma'lumotlarim o'zim olganman, yozib chiqaman o'zim uchun va mana bu yerda testga biz tayyorgarlik qilish uchun mana maqolalar yozib chiqaman takror. Bu yerda testga tayyorgarlik qilganman, harflarning sifat mahrajlarini yozib chiqdingiz. To'g'ri, chunki test qanday bo'lishini va undan nima kutishni bilmaganman. Tayyorgarlikni qilib ko'rganman va bu meni maqsadlarim. Birinchi darsimiz boshlanganda siz bilan birinchi darsimiz bepul darslar maqsad qo'yganmiz. 9-maygacha o'rganaman deb yozgandik. Shu narsa amalga oshdimi? Bu yo'lda menga Allohning o'zi albatta va undan-da ziyoda bo'ldi. Va mana shunday yakunlandi boshlang'ich arab tili va bu meni tushunib o'qiyman arab tili va bonus darslar. Bu hozir boshlang'ichdan keyin tushunib o'qiyman kursiga o'tganda shu daftarni tutdingiz. Shunday mantiqiy fikrlashimdan boshladi o'zimning saytlari, mana buni hamma qo'shimcha darslarim, bu mana shpargalka daftarim. O'zim bilan olib yuradigan vazifalarni yozib boraman, qayerda bo'lsam sumkamga sig'adi doim, sumkalarim shunaqa hajmda yozib boraman mana bunday. Ham bu daftarga yozaman, ham mana bunday daftar tutganman, tushunib o'qiyman kursiga oid va yangi daftarim. Bu ikkinchi kursi, mana boshlagan birinchi modul. Bismillahirrohmanirrohim. Va mana shunday qilib birinchi modul, ikkinchi modulni mana yozib, savollarga javoblar va shu kabi mana matnlarimiz madrasati zo'r ketdi. Mana shunday qilib biz mana tutaman mana so'zlar, sinf ko'plik mana yozib chiqaman hammasini. Erinmayman. Mana bu dialoglarimiz. Bir kunda qancha vaqt ketadi? Umumiy hisobda 1 soat va undan oshish ham mumkin. Chunki vaqt oralig'ida qilganim uchun bir xilda hisobga yetolmay qolishi mumkin. Zo'r. Davom etamizmi? Yana bormi? Ha, endi mana maqol kitobchalarim bor o'qish uchun, flash kartalar. Mana bu birdan 4 qismi xolos. Hammasini ko'tarib kela olmadim, faqat o'sha ikkita paketim bor. Yana uyda 3 qism arab tiliga doir albatta daftarlaringiz bor. Butun kanselyariyam, shunday shunaqa katta hajmda kanselyariyam bor. Bu yerda taxlanadi fayl, daftarlar, bloknotlar, kerakli ma'lumotlar uchun shpargalkalarim, bloknotiklarim. Buni ko'rsatmangiz. Bu nima? Bu meni, bu ham darsdan tashqari o'sha antonim so'zlar, qamariy oylar, milodiy oylar, ularni yozib o'zimga shunda tutib olgan. Bularga flash kartalarim ham bor. Zo'r. Ularga bor. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Ajoyib. Munira, sizni ilmga bo'lgan mana bu munosabatingiz to'g'risi meni lol qoldirdi va arab tili bo'yicha kelgusi maqsadlaringiz qanday? O'rganish bo'yicha. Maqsadim oliy, to'xtamasdan, uzluksiz darslarimni bir kun ham qoldirmasdan faqat o'qish, faqat olg'a. To'xtash yo'q. Inshaalloh barcha kurslaringizni olaman, o'qiyman va xudo xolasa yanada o'zim uchun yana katta ilm eshiklarini yanada katta ochiladigan niyatim. Xarid qilgan tafsiri hilol rus tilida, o'zbek tilida bo'lgan tafsiri hilolni endi arab tilida ham tushunib o'qishga, asl ma'nosini, mazmunini tushunib o'qishga qilayotgan harakatingiz bu. Bugungi tashrifingiz uchun rahmat. Menimcha bu suhbat siz kabi arab tilini o'rganishni xohlagan va o'rganayotgan o'quvchilarimiz ham uchun ham bir turtki bo'ladi. Yaxshi ma'noda. Azizlar, o'ylaymanki bu suhbat siz uchun manfaatli bo'ldi. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Sizga aynan nima kirib bordi va video yoqqan bo'lsa like bosing va yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Man jadda vajada. Ya'ni izlagan imkon topar.